إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga, sahobalariga, oila a'zolariga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarimizga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi bizning darsimiz aziz qarindoshlar, cho'ng gunohlarning ichida 5-cho'ng gunoh, ya'ni zakot bermaslik haqida bo'ladi. Hammamiz yaxshi bilamiz, payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh." Yani İslam dini 5 narsa ustiga qurilgan bo'lib, birinchisi Allohning birlik va borligiga iymon keltirishlik va Muhammad alayhisalomni uning haq payg'ambari deb tasdiqlashdan iborat. Ikkinchisi bo'lsa namoz o'qishlik, uchinchisi bo'lsa zakot berishlik, to'rtinchisi bo'lsa ro'za tutishlik, beshinchisi bo'lsa qurbi yetganda Allohning uyini, Baytullohni haj qilishdan iborat. Mana bu zakot berishlikni Alloh taolo barliq mu'min musulmon qarindoshlarimizga farz qildi. Ya'ni islomning 5 asosiy prinsipidan biridir. Zakot kambag'allarga farz emas, ya'ni mu'min musulmonlarning ichida mol dunyosi nisobga yetgan boy badavlat insonlarning ado qiladigan bir vazifasi. Kambag'allar zakot bermaydi, kambag'allar zakot oladi. Boy insonlar esa mana bu Alloh taolo bergan nozu ne'matdan zakotni beradi. Ammo Alloh taolo u insonga hayoti dunyoda mol dunyo berdi, mol mulk berdi, oltin kumush berdi, shuningga o'xshagan boshqa mol mulklar berdi. Qo'y, kala degandek mana shunday boylik, nozu ne'matlarni berdi. Ammo vaqt kelib, ana shu mol mulki nisobga yetganda u inson zakot bermaydigan bo'lsa, mana bu biz bugun dars qiladigan zakot bermaslikdan iborat cho'ng gunohlarning birini sodir qilgan bo'ladi. Ba'zi bir insonlar oltin kumush tijarati qiladi, ba'zi bir insonlar pul tepish, mol dunyo tijoratini qiladi, ba'zi bir insonlar chorvachilik tijoratini qiladi. Ya'ni nima bo'lishidan qat'iy nazar, ana shu insonning mol mulki nisobga yetgan bo'lsa, u mol 1 yil davomida shu insonning qo'lida aylanib turayotgan bo'lsa, u inson ana shu 40 dan birini, ya'ni %2,5% Alloh yo'lida zakot qilib ajratib, kambag'al, miskin, g'ariblarga tarqitdi. Ammo Alloh mol mulk, mol dunyo berdi-yu, ammo u inson mana bu Allohning haqqini va mu'min musulmon miskin, bechora, kambag'allarning haqqini ado qilmagan bo'lsa, uning uchun Qur'oni Karimda bir qanchalagan oyatlar bayon qilingan. Ulardan birisini yana Alloh taolo
Ali İmran surasının 18. ayetida mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yahsabennellezine yebhaluna bima atahumullahu min fadlih huve hayran lahum bel huve şerrun lahum. Seyutavvakuna ma bakhilu bihi yevmel kıyame dedi. Yani Allah Teala özünün fazlı keremeden bir insanga mal dünya bergen bolsa, ana şu mal dünyani Allah yolida sadaka ihsan qilishdan bexillik qilgan bolsa, bexillik qilgan bolsa ve ana şu Allah Teala bergen mal mulkni u inson uningga berilgan yaxshilik deb o'ylamasin deydi Allah Teala. Allah Teala özünün kereminden, fazlı keremeden qandaq bir insanga mal dünya berilgen bolsa, bu insan bu mal dünyanı özü için yaxşılıktır deb o'ylamasın dedi. Bel huve şerrun lahum dedi. Belki bu mal dünya onun için en yaman narsadır dedi. Nima için? Çünkü o insan bu mal dünyanın hakkını ada kılgan bolsa, onun için bu mal dünya bakmi yoğan, bakmi çoğun nimettir. Eğer Allah bergen mal mülkten Allah'ın hakkını, miskinlerinin hakkı hukukunu ada kılıp miskinlerinin başını silemagan bolsa, hakkını vermegen bolsa, bu mal dünya o insan için bakmi yaman narsıdır deydi. Seyutavvakuna ma bakhilu bihi yevmel kıyame. Bu mal dünya deydi. Kıyamette o insanın boynuğa cehennem otudan kılıngan halette, otuda kızdırılgan halette boynuğa takak kılıp silinidi deydi kıyamette. Bu mal dünya altın kömüş, mana bu mal dünyalar kıyamet günde cehennem otuda kızdırılıp o insanın boynuğa takak kılıp silinidi. Çünkü o insan mana şu mal dünyanın hakkını ada kılmadı hayatı dünyada. Bu Ali İmran surasida ki Allah Teala'nın aytgan sözü. Ve başka bir yani Fussilet surasida Allah Teala mundaq deydi. Estaizu billah ve veylul lil müşrikin ellezine la yu'tuna zekat. Yani Allah Teala müşriklerge veylun dozaq bolsun dedi. Veylun dozaq dozaqlarının içindeki en qattiq, azabı en qattiq, dahşati en qattiq bolgan dozaqlarının biri. Allah Teala bu ayette aytadikan ki ve veylul lil müşrikin. Müşriklerge veylun dozaq bolsun dedi. Qandaq müşrikler? Müşrikler kim bular? Qandaq müşrikler bular? Keyinki ayette bunun qandaq kişiler ekanligini Allah Teala bizga bayon qilib, ellezine la yu'tuna zekat dedi. Yani Allah Teala bergen mal mülkten zakatını vermegen kişiler de bayon qildi. Yani bu ayette Allah Teala Allah yolunda zakat vermegen, Allah bergen mal mülkning hakkını ada kılmagan kişilerini Allah Teala müşrik deb bayon qildi, sifatladi. Yani ben Müslümanman, namaz okuyayım, Allah'a iman keltirdim, Peygamber Aleyhisselam'ını tan aldım, namaz okuyman, roza tutaman ve pul mal mülkim var, hacga boraman. Ama zakat vermeyman degan insanlar bo'ladigan bo'lsa, bu insanlarni Allah Teala bu ayette müşrik deb aytadi. Yani demek o halette o insanın okugan namazı hem, o insanın tutgan rozası hem, o insanın kılgan haccı hem Allah'ın dergahida makbul kılınmaydı. Makbul emas. Peygamber Aleyhisselam vefat kıldı. Vefat kılgandan keyin Abu Bakr radıyallahu anhu müminlerinin halifesi oldu. Şunda küllerinin ötüşü bilen bir guruh insanlar Abu Bakr radıyallahu anhu zakatını yığıp kelinler deb yezimi yeza, şehir mi şehir insanlarını üvetkende malum bir yezinin insanları zakat vermeyimiz deb zakat verişten baş tarttı. Bu halette Abu Bakr radıyallahu anhu ularni afu qilmadi. Nima uchun Peygamber Aleyhisselamga beriyotgan zakatni endi bermaydi? Bu insanlarga ben urush açaman dedi. Şunda Ömer radıyallahu anhu, ey Abu Bakr, o insanlar Allah'a iman keltirgen bolsa, Peygamber Aleyhisselamga iman keltirgen bolsa, roza tutuvatkan bolsa, namaz okuvatkan bolsa, hacni qilavatkan bolsa, undaq insanlarga sen qandaq mı
urush ochalaysan deganda payg'ambar Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdi ekanki, bu Allohningki, bu miskinlarning haqqi, bu zakat Allohning haqqidir. Qandoq kimsa mana shuni to'sib qoladi ekan, bermaydi ekan, u inson uchun men ta qiyomatgacha urush qilaman dedi. Agar ana shu vaqtdan o'zida Abu Bakr radhiyallohu anhu ana shularni mayli ular zakat bermasa mayli boshqalardan elinglar, mayli ularni afv qilinglar degan bo'lsa, bugungi kunlikda bu islom dinimiz parchalanib ketgan bo'lishi mumkin edi. Kimlardir men zakat beraman, namoz o'qimayman deyishi mumkin. Kimlardir men roza tutmayman deyishi mumkin. Kimlardir men hajga bormayman deyishi mumkin. Ammo qandoq bir inson Alloh va uning rasuliga iymon keltiradi ekan, u inson namoz o'qishga majburdir. U inson agar Alloh o'zining fazli karamidan marhamat qilgan bo'lsa, u inson hayoti dunyoda ana shu mol mulkidan zakotini berishi lozim va teni sog'lom, hamma shart sharoit bo'ladigan bo'lsa, ana shu inson yilda bir oy Ramazon ro'zasini tutishi lozim va shuning bilan birgalikda hajga qurbi yetadigan bo'lsa, hajga borishi farzdir. Alloh taolo Tavba surasida yana mundaq deydi: "Astaizu billah vallazina yaknizuna az-zahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim" dedi. Yani hayati dünyada altın kömüşünü toplab, onu Allah yolunda sarf qilmaydigan insonlarga dozaqning qattiq alamlik azabı bilan bashorat bering dedi. Yani hayati dünyada altın kömüşlerini nahayatimi ko'p toplagan, millioner, milyarderlik holatiga yetgan, amma ana shu toplagan maldan Allah'ning va miskinlarning haqqini ado qilmay o'tgan insonlarga fabashshiruhum bi'azabin alim. Dozaqning azoblik, dardlik, qaqshatquch azoblari bilan bashorat bering dedi. Yani bu altın kömüşler qiyomatda agar bu hayoti dunyoda haqqini ado qilmasa, qiyomatda o insonning beshiga balo bo'lib keladi, kulfat bo'lib keladi. O kunda ey Allah'ım meni hayati dunyoga qaytargin, men ash hayati dunyoda ömür bo'yi senga taat ibodat qilib o'tay, butun mol mulkimni sening yo'lingda sarflay, sening yo'lingda xarj qilay, menga bir dunyoga qaytish bergin deb dod faryod qilgani bilan u kunda qilingan dod faryod u insonga asqatmaydi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, aziz mu'min musulmon birodarlar, mana bu hayoti dunyoda Allah berilgan nozu ne'matning haqqini ado qilib o'tmag'imiz lozim. Bu oyatning davomida mundaq deydi: "Yawma yuhma alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Yani kıyamet günde mana şu insanın toplagan mal mülkleri, altın kömüşleri cehennem otada kızdırıldı deydi. Kıyamet günde. Fetukva biha jibahuhum. Şunun bilen bu kızdırılgan narsalar, altın kömüşler o insanın pişanısıga dezmal kılındı deydi. Cehennem otada kızdırılgan altın kömüşler kıyamet günü o insanın pişanısıga dezmal kılındı. Çünkü hayatı dünyada zakatını ada kılmaganlık için. Ve cunubuhum ve beqinlariga dezmal kılıp silinadi deydi. Ve zuhuruhum ve dumbilariga dezmal kılıp silinadi. Kıyametning o'ti dünya o'tining bütün dünya o'tini birleştirganda 69 hassi köpeytirgenimizde dünya otunu yığıp 69 hassi köpeytirgenimizde cehennem otuğa tenkiledi. Eğer biz bir polat zavutunu, qo'g'ishim polat zavutunu tasavvur qiladigan bo'lsak, ana shu polatlar necha ming gradusda, 5-6 ming gradusda qizdiriladigan bo'lsa,
Buni tasavvur qilib ko'raylikchi, jahannamning o'tini. Ammo buning bilan u inson o'lmaydi, azoblanadi. O'lmaydi, azoblanadi. Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadi ekanki, u insonning terilari kuyib kulga aylangandan keyin biz u insonning badaniga yana yenidan go'shtlarni, terilarni choplaymiz dedi. Chunki do'zaxda o'lim yo'q. La yamutu fiha va la yahya. Ularda o'lmaydi va tirik insonlarga o'xshab ham yashay olmaydi. Xuddi jannatda o'lim degan narsa yo'q. Abadiy abad mangu yashaydi. Do'zaxda ham o'lim degan narsa yo'q. Abadul abad mangu yashaydigan oxirgi bizning boradigan joyimiz. Bu hayoti dunyo fani dunyodir aziz qarindoshlar. Bu 4 kunlik, 5 kunlik dunyodir. Bir insondan so'rab masalan, bir qirg'on bir insondan siz dunyodan dunyoni qandoq nima qildingiz? Bu dunyo qanaqa narsa ekan deydigan bo'lsak, u inson ey aziz o'g'lim, men kechiginda dunyoga kelgan edim. Mana bugun 70-80 ga kirib qoptiman, qiribdiman, ammo bu dunyodan hech qanday bir lazzat olmadim. Bu dunyo bir pasda o'tib ketadigan narsa ekan deydi. Hammamiz shuni aytamiz. Biz ham tunigin bir bola edik, maktabga boratdik. Shu kunlarimizni eslaymiz. Mana bugungi kunlikda yoshimiz 45larga yetib qoldi. Aziz qarindoshlar, bu vaqt hech kimni saqlab turmaydi. Ammo har bir o'tgan kunimiz siz va biz uchun g'animatdir, qadrlikdir. Shuning uchun bu kunlarning qadriga yetishimiz va hayoti dunyoda yaratgan zotga shukronalar ado qilib o'tishga harakat qilishimiz lozim. O'lgandan keyin bu qilingan tavba tazarrular hech qaysimizga foyda bermaydi. Hada ma kanaztum li anfusikum dedim. Bu nima bu narsalar deganda Alloh taolo yana aytayapti ekanki, haza ma kanaztum li anfusikum. Mana shu hayoti dunyoda zakotni bermay, yiqqan, to'plagan, mal mulkinglardir mana shu sizlarningki deb javob berdi ekan. Fazuqu ma kuntum taknizun. Mana shu to'plagan mal mulkinglarning ta'mini bir tetib ko'ringlarchi. Hayoti dunyoda men andoq boyman, qo'limni nega uzatsam yetadi, men andoq boy, men mandaq boy degan bilan ana shu mal mulk agar uning haqqini ado qilinmasa, qiyomatda u insonning beshiga balo bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi ekanki, fazuqu ma kuntum taknizun. Mana bu hayoti dunyoda zakatini bermay, to'plagan mal mulkinglarning ta'mini bir tetib ko'ringlar dedi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, Alloh taolo kimnidir boylik bilan sinaydi. Kimnidir kambag'allik bilan sinaydi. Hammasi sinoq uchun. Hammasi sinoq uchun. Boylar mana shu boylikning haqqini ado qila olamdi, qilamandi. Kambag'allar kambag'alligiga shukr qila olamdi, yo'qmi? Payg'ambar alayhisolamning yana bir hadisini ham unutmasligimiz lozim. Qiyomat kunida kambag'al boy insondan 500 yil burun jannatga kiradi dedi. 500 yil burun jannatga kiradi. Chunki u inson kambag'al. Hisob kitobi nihoyatda oson ketishi mumkin. Agar u inson haqiqatan Allohga va uning rasuliga iymon keltirib, namozini ado qilgan bo'lsa, kambag'al bo'lganlik uchun zakot berishga qurbi yetmadi haqiqatan. Ro'zasini tutgan bo'lsa va haj qilishga ham masalan qurbi yetmagan bo'lsa, mana shu kambag'alcha ibodatga buyurilgan, boycha ibodatga buyurilgan. Masalan, boy zakotni berishga majbur va boy bo'lganlik uchun hajga borishga majbur. Ammo kambag'al bo'lganligi uchun qo'lida hech qanday mol mulk bo'lmaganligi uchun zakot berilmasdan o'tib ketishi mumkin hayoti dunyodan. Kambag'al bo'lganligi uchun ana shu Baytullohil Haromni ham haj qila olmas o'tib ketishi mumkin. U yüzden u inson nimadan hisob kitob beradi? Mana shu hayoti dunyoda o'qigan namozidan va hayoti dunyoda Alloh rizosi uchun tutgan ro'zasidan hisob kitob beradi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, kambag'allik ham bu bir Allohning ne'mati. Maga boy qilib qo'yib, ana shu nimalarni ado qilinmagandan ko'ra, Allohning haqqini ado qila olmasdan yashagandan ko'ra, kambag'al bo'lib yashagan mencha bakmi yaxshi deb o'ylayman.
Yani bakmi kambag'allik insonni kufrga yetaklaydi dedi. Bakmi kambag'allik durust bir yaxshi ish emas. Bakmi kambag'allik yaxshi ish emas. Shuning uchun kunlarning birida kambag'al sahobalar payg'ambar alayhisolamning huzuriga kelib, "Ya Rasululloh" dedi. "Mana shu boy sahobalar qullarni ozod qilyotdi. Kambag'allarga, miskin bechoralarga yordam qilyotdi. Bizning bo'lsa yordam qilishimiz uchun va ana shu qullarni qulluqdan ozod qilishimiz uchun hech qanday imkoniyatimiz yo'q. Ya Rasululloh, bizga bir yo'l ko'rsating, biz nima qilaylik" dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom nima dedi bilasizlarmi aziz qarindoshlar? "Ey sahobalarim" dedi. "Sizlar har namozdan keyin subhanallohni 33 qatim, alhamdulillahni 33 qatim, Allohu akbarni 33 qatim aytinglar" dedi. Tamam deb bu sahobalar namozdan keyin bu narsalarni aytishga boshladi. Ammo buni boy sahobalar anglab qoldi. Anglab qilib bular ham namozdan keyin subhanallohni 33, alhamdulillahni 33, Allohu akbarni 33 qatim aytishga boshladi. Shunda kambag'al sahobalar yana payg'ambar alayhisolamning huzuriga keldi. "Ya Rasululloh, bu boy sahobalar yana kelib, biz qilgan amalni namozdan keyin subhanallohni 33, alhamdulillahni 33, Allohu akbarni 33 qatim aytayotdi. Ular yana bizdan oldimizga o'tib ketdi, biz nima qilaylik" dedi. Shunda payg'ambar alayhisolam aytganki, "Haza min fadli robbi." Bu Allohning fazli karamidir. Alloh xohlagan insonini boy qiladi, xohlagan insonini kambag'al qiladi. Endi boshqa sizlarga qiladigan boshqa bir narsa yo'q. Qo'linglardan kelgan ishlarni qilishinglar lozim. Shuning uchun boyligiga shukr ado qilish kerak, kambag'alligiga shukr ado qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolamning bir hadisini ham aytib o'tamiz. Bu hadisda mundaq deyilgan. Payg'ambar alayhisolam mundaq deydi: "Ma min sohibi zahabin wala fiddatin la yu'addi haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah sufihat lahu safaihum min narin fa ahma 'alayha fi nar jahannam fayukwa biha jabinuhu wa junabahu wa zahruhu kullama baridat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin hatta yaqdiya Allahu bayna an-nas fayara sabilahu imma ila al-janna wa imma ila an-nar." Yana qandaq bir oltin va kumushga ega bo'lgan inson dedi. Agar uning haqqini mana shu hayoti dunyoda ado qilmasa dedi, mana shuningga berilgan oltin kumushlar jahannam o'tida qizdirilib, uningki nimasiga jahannam o'tida qizdirilib, katta bir tosh holatga keltirilib, oltin kumushlari yapaloq katta bir tosh holatga keltirilib, u insonning peshonasiga, beqillariga va dumbilariga bostiriladi, dazmol qilib silinadi dedi. Bu narsalar ming yillab davom qiladi bu dazmollash. Ya'ni kunlarning birida mana shu toshlar so'yib ketib qoladigan bo'lsa, ya'ni qiziqlik holatini yo'qotib so'yib ketadigan bo'lsa, yana bu tosh qayta qizdiriladi dedi. Bu azob qachongacha davom qiladi desa, 50 ming yillik dunyo hayotining 50 ming yiliga qadar davom qiladi bu narsalar dedi. Taki Alloh taolo ana shu insonlar orasida hukmini chiqargunga qadar va u insonning navbati kelgunga qadar bu azob davom qiladi u insonga dedi. U insonning hisob kitob beradigan navbati kelganda, u insonni agar Alloh o'z fazli karamiga olib, rahim shafqatiga qilib, mehribonlikqa olib, afu qiladigan bo'lsa, u insonning boradigan joyi jannat bo'lishi mumkin. Agar u inson Allohning g'azabiga yo'liqadigan bo'lsa, u insonning boradigan joyi do'zax bo'lishi mumkin. Ya'ni ash insonning hisob kitobi kelgunga qadar u inson ana shu jahannam o'tida qizdirilgan oltin kumush lari bilan shu qiyomat maydonida azobga qoladi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, bu boylikning haqqini ado qilish bakmi yo'g'on
bakmi cho'ng bir mas'uliyatlik bir ishdir. Shuning uchun bu zakotni berganda ham o'zining haqqini, egisini topib bera olmasak, joyiga yetkazolmasak, zakot berdim deb berib, u zakot egisiga, shu kimga loyiq bo'ladigan bo'lsa, kimga munosib bo'ladigan bo'lsa, shu munosib insonga berilmasa, zakot berilganlik bo'lmaydi. Zakotni ana shu zakotga loyiq bo'lgan, Qur'oni Karimda sifatlangan 8 turlik insonga berish lozim. Bu hadisni aytgandan keyin sahobalar ya Rasululloh, ba'zi bir insonning oltin ko'mishi bor dedi, ammo ba'zi bir insonning oltin ko'mishi yo'q. Tugisi bo'lib qolsa-chi, tugisi bo'lsa nima qilsin dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom qandaq bir insonning tugisi bo'ladigan bo'lsa, u haqqini ado qilmaydigan bo'lsa, u tugisi u insonni ana shu qiyomat kunida u insonni oyoqlari bilan dafsaydi dedi. To'gilar u inson o'ngda yotqiziladi, keng bir maydonda u to'ga oyog'i bilan dafsaydi, tishlari bilan tishlaydi o insonni dedi. Tishlab bu bir to'ga o'tgandan keyin uning orqasidan yana bir to'ga. Bu to'gilar nihoyatimi yo'g'on, nihoyatimi kuchlik, hech qanday ayib, nuqsonsiz bo'lgan to'gilardir. Mana shu to'ga qiyomat kunida, ey inson, sen mening zakotimni ado qilmagan eding. Shuning uchun mana bu sening ko'radigan azobing bu deb ana shu to'gilar u insonni petqilab dafsaydi. Birisi dafsab o'tgandan keyin ikkinchisi keladi, ikkinchisidan keyin uchinchisi, buning oyog'i uzilmaydi. Bu narsa 50 ming yillar qadar davom etadi dedi. Taki o insonning hisob kitob qilinadigan bir vaqti kelganda Alloh taolo agar uni fazli karamiga olib afv qiladigan bo'lsa, yo'li jannatga bo'ladi. Agar Allohning g'azabiga uchraydigan bo'lsa, uning yo'li do'zax bo'ladi. Bu ne dedi? Shunda yana sahobalar ya Rasululloh, boshqa bir insonningki kalisi bor yoki qo'ylari bo'lsa-chi deganda, xuddi payg'ambar alayhisalom u insonningki ham qandaq bir insonning kalisi yoki qo'yi bo'ladigan bo'lsa, hayoti dunyoda buning haqqini ado qilmaydigan bo'lsa, ana shu 50 ming yillik dunyo hayotiningki 50 ming yillik nimasiga to'g'ri keladigan bir kunda hayoti dunyo hayotining 50 ming yilligi qiyomatning bir kuniga to'g'ri keladi aziz qarindoshlar. 50 ming yili qiyomatning bir kuniga to'g'ri keladi. Xuddi shu ana shu to'gining ham, qo'yning ham zakotini bermagan bo'lsa, minglagan, millionlagan qo'y bor kimningdir. Ana shuning zakotini ado qilmagan bo'lsa, ana shu qo'ylari ham, kalalari ham nihoyatda sog'lom, kuchlik holatda kelib u inson o'ngda yotqiziladi ekan, u insonning to'pisidan pitqilab dafsaydi oyoqlari bilan va tishlari bilan u insonni tishlaydi. Biri o'tgandan keyin ikkinchisi keladi, ikkinchisi o'tgandan keyin uchinchisi keladi, buning oyog'i tuzalmaydi dedi. Bu inson ularning dafsi bilan o'lamdi, o'lmaydi. Azob davom qiladi, o'lmaydi bu inson. Nima degan dahshat, nima degan qo'rqinchli. Ammo biz bu insonlarni qo'rqitish uchun bu darsimizni qilmayotimiz. Islom dinida qanchalar go'zal, jannatdan bashorat beradigan darslarimiz bor, Xudo xolasa. Jannatning sifatlarini so'zlaydigan darslarimiz bor. Ammo uni ham vaqti kelganda so'zlaymiz. Buni ham vaqti kelganda so'zlashimiz lozim. Buning bilan biz insonlarni qo'rqitib qo'yishimiz mumkin. Yo'q, buni so'zlasak bo'lmaydi. Bunda azobni qanday qilib ham insonlarga so'zlashimiz deb buni yo'shiradigan bo'lsak, qiyomat kunida ana shu hayoti dunyoda ilmni so'zlamasdan yashirib u dunyoga o'zi bilan billa u dunyoga elib ketadigan insonlarning og'ziga jahannam o'tidan yugan silinadi. Otning og'ziga silingan yugandek insonning og'ziga yugan silinadi. Shuning uchun kim nimani bilsa bu hayoti dunyoda boshqa insonlarga yetkazishga majburdir. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom hajjatul vidoda, ey sahobalarim, men siz oldin hajjatul vidoda oldin tabliq qildi. Bütün islomningki asosiy narsalardan bo'lgan, asosiy mazmunlarni egallagan mavzular haqida tabliqlarni qildi. Uningdan keyin payg'ambar alayhisalom aytib, ey sahobalarim,
"Men sizlarga Allohning amr farmonini yetkizdimmi?" deb so'radi. Shunda sahobalarning hammasi birdek ovozda "Ya Rasululloh, yetkizdingiz, yetkizdingiz, yetkizdingiz" deb javob qildi. Shuning uchun kim hayoti dunyoda nimani bilsa, uni boshqa bilmaganlarga yetkizish har birimizning bo'ynimizga burchimizdir. Alloh taolo hammamizni mana shu bo'ynimizdagi burchlarni ado qilishga nasib qilsin aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda mundaq deydi: Do'zaxga kiradigan 3 do'zaxga birinchilardan bo'lib kiradigan 3 turlik inson bor deydi. Birinchisi zolim podshoh deydi. Zolim podshoh. Ikkinchisi nihoyatda ko'p mol dunyo bergan Alloh taolo bu dunyoda, ammo u inson mol dunyoning haqqini ado qilmagan, ya'ni zakatni bermagan inson. O'zi hayoti dunyoda boy o'tgan, ammo zakatini ado qilmagan boy inson do'zaxga birinchilardan bo'lib kiradigan dedi. Uchinchisi faqirun faxur. O'zi kambag'al, ammo nihoyatda kibrlik, mutakabbir inson birinchilardan bo'lib do'zaxga kiradi dedi. Madamiki kambag'alsan, kibrlik qilmaslik lozim. Kambag'allik ayib emas. Alloh kimnidir kambag'al qilib yaratdi, kimnidir boy qilib yaratdi. O'zing kambag'al turib ham o'zingni boylardek ko'rsatib, kambag'al tursang ham o'zingni nima qilish, bu yaxshi ish emas. Kambag'allikni tan olish lozim. Kambag'al turib kibrga ketgan inson qiyomatda ana shu do'zaxga birinchilardan bo'lib kiradigan 3 toifadagi insonlarning biri deydi. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda mundaq deydi: Qandaq bir jamiyatda 5 ta narsa paydo bo'lsa, uning orqasidan bu 5 ta jazo ularga muhaqqaq bo'ladi, beriladi deydi. Qandaq bir jamiyatda 5 xil narsa ko'rinadigan bo'lsa, bu 5 xil narsaga 5 turlik azob beriladi deydi. Shunda sahobalar: "Ya Rasululloh, bu 5 turlik narsaga beriladigan 5 turlik azob, 5 turlik narsa nima va uningga beriladigan 5 turlik azob nimadir?" deb so'radi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdikanki: "Ma naqasa qaumun al-ahda illa sallata alayhim aduwahum." Qandaq bir jamiyat va'dasiga, ahdisiga vafo qilmaydigan bo'lsa, Alloh taolo ularga, shu jamiyatga dushmanlarni hokim qilib qo'yadi deydi. Dushmanlarini ularning ustida musallat qilib qo'yadi deydi. Ikkinchisi, qandaq bir jamiyat Allohning nozil qilingan Qur'oni Karim bilan hukm qilmaydigan bo'lsa, u jamiyatda kambag'allik avj oladi, kambag'allik tarqaladi deydi. Uchinchisi, qandaq bir jamiyatda fohishilik keng tarqaladigan bo'lsa, u jamiyatda o'lim keng tarqalib ketadi deydi. İnsanlarning o'lishi avjiga olib ketadi. Fohishilik tarqalgan jamiyatda o'lim ko'payib ketadi deydi. To'rtinchisi, qandaq bir jamiyat jinni, tarozini kam qiladigan bo'lsa, ya'ni jindan, tarozidan urib qoladigan bo'lsa, kam beradigan bo'lsa, metrdan, jindan 1 kilo bermay 900 gram, 950 gram yoki 1 metr bermay 90 santimetr beradigan bo'lsa, yoki shunga o'xshagandek narsalarda urib qoladigan bo'lsa, haqqini bir-birining haqqini urib qoladigan bo'lsa, olib qoladigan bo'lsa, u jamiyatda Alloh taolo o'simliklarni, ziroatlarni to'sib qo'yadi deyapti. Shun bilan u jamiyatda qurg'oqchilikni paydo qilib qo'yadi Alloh taolo. Beshinchisi, qandaq bir jamiyat zakatni bermaydigan bo'lsa, Alloh taolo u jamiyatga qurg'oqchilikni paydo qilib qo'yadi. Qandaq bir jamiyat ana shu zakatni bermaydigan bo'lsa, u jamiyatda qurg'oqchilik kelib chiqadi deyapti. Shuning uchun aziz qarindoshlar, Alloh barchamizga rahim shafqat qilsin. Mana bu zakat haqida qancha gap qilsak oz, ammo biz bu yerda har bir narsaning nihoyasi bo'lganidek, bizning ham boshlangan darsimiz nihoyasiga yetib qoldi. Shuning uchun keyingi darsimizda uchrashganimizcha xayr, omon bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمسة أركان